O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan joriy yil Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanida yangi bolalar sog'lomlashtirish oromgohi qurilib, foydalanishga topshirilgan edi. Ushbu muassasada Butunjahon bolalar mehnatiga qarshi kurash kuniga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Maqsad O'zbekistonda bolalar mehnatiga yo'l qo'ymaslik siyosatining ustuvor yo'nalishlari, ayni yo'nalishdagi sa'y-harakatlar bilan yosh avlod vakillarini tanishtirish. Hozir shu haqida. So'nggi yillarda mamlakatimiz rahbari yosh avlodni har tomonlama barkamol etib voyaga yetkazish uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Xususan prezidentimiz tashabbusi bilan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan yurtimizning turli hududlarida bolalarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan zamonaviy tipdagi yangi sog'lomlashtirish oromgohlari barpo etilmoqda. Jumladan joriy yilda 7 ta yangi bolalar sog'lomlashtirish oromgohi birin-ketin foydalanishga topshirilmoqda. Ana shunday maskanlardan biri Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanida qad rostladi. Sirdaryo tumanida yangidan qurilib foydalanishga topshirilgan bolalar sog'lomlashtirish oromgohi bu yil birinchi mavsumda 200 nafar yosh avlod vakillarini o'z bag'riga oldi. Bu maskanda yangi O'zbekistonning beg'ubor baxtli bolalari qiziqarli taassurotlar, mazmunli, maroqli sarguzashtlar og'ushida cheksiz g'amxo'rliklardan bahramand holda dam olishmoqda. Oromgohda Butunjahon bolalar mehnatiga qarshi kurash kuniga bag'ishlangan tadbirning tashkil etilishi ham ularga o'zgacha bayramona kayfiyat ulashdi. Tadbirda ishtirok etgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Ish beruvchilar konfederatsiyasi, xalqaro mehnat tashkiloti vakillari bolajonlarga mamlakatimizda yosh avlodga har tomonlama g'amxo'rlik qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'zlab berishdi. Dunyo davlatlarining orasida Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan global hisobotda aytilishicha 9 ta davlat bolalarning majburiy mehnati yo'q davlatlar deb topilgan va mana shu 9 talikning ichida O'zbekistonni borligi, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning naqadar oqilona ekanligidan va bolajonlarga e'tibor qaratayotganini yana bir namunasi deb aytishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasining yangilangan konstitutsiyasining 44-moddasida bolaning aqliy, jismoniy, ruhiy rivojlanishiga, uni ta'lim olishiga xalal beradigan har qanday mehnat taqiqlanyapti. Prezidentimiz bolajonlarimizni nafaqat o'qishi, balki ularni bir kasb egasi bo'lib chiqishiga ham imkoniyat yaratib beryaptilar. Maktabdan bitirgan bolalarimiz hozir biror bir kasb egasi bo'lib chiqishar ekan, kelgusida ular mehnat bozoriga to'g'ridan-to'g'ri kirib borishlari uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. O'tkazilayotgan tadbirimiz ham bolajonlarimizni nafaqat kelgusida mehnat bozoriga kirib borishda, balki ularni to'g'ri kasb tanlashida, kelgusida qiladigan mehnatlariga ham juda katta imkoniyatlar eshigini ochadi va ularni hozirdan huquqiy savodxonligini oshirib borishga xizmat qiladi. Bolalarga bugungi kundagi mehnat qonunchiligi, amalga oshirilayotgan siyosat, islohotlar, ularga yaratib berilayotgan sharoitlar haqida ham tushuntirishlarni berib boryapmiz. Ta'kidlanganidek, Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo miqyosida 150 milliondan ziyod bolalar majburiy mehnatga jalb qilinadi. Prezidentimizning kuchli siyosiy irodasi tufayli so'nggi yillarda mamlakatimizda bolalar mehnati va majburiy mehnatga batamom barham berildi. Biz Butunjahon bolalar mehnatiga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etib, bolalarning bevosita o'zlari bilan ularning huquqlari haqida gaplashyapmiz. Bolalarning bu go'zal sog'lomlashtirish oromgohida hordiq chiqarayotgani, kuch to'playotgani, foydali va mazmunli tarzda dam olayotganining guvohi bo'lyapmiz. Biz amalda haqiqatan ham O'zbekistonda hukumat, kasaba uyushmalari federatsiyasi va O'zbekiston ish beruvchilar konfederatsiyasi o'rtasidagi 3 tomonlama hamkorlik samaradorligini ko'ryapmiz. Alohida ta'kidlash kerakki, bolalarning majburiy mehnatiga yo'l qo'ymaslik borasida mamlakatingiz prezidenti tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar Xalqaro mehnat tashkiloti faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlashdan dalolat beradi va bizning kelgusi hamkorligimizga katta turtki beradi. Darhaqiqat, yangi O'zbekistonda har bir bolaning sifatli ta'lim olishi, orzu-istaklarini ro'yobga chiqarishlari uchun barcha huquqiy kafolatlar yaratib berilmoqda. Mana shunday tadbirlar orqali olib borilayotgan tizimli ishlardan jamoatchilikni xabardor etish ko'zda tutilgan. Prezidentimizga rahmat, shunday oromgohlar qurib berganiga. Birinchi marta bu yerga kelgan bo'lsam, juda menga yoqdi. Xonalari ham shinam, konditsionerlari, 10 kishilik, 6 kishilik xonalari bor, juda shinam. Har kuni maydonda turli xil o'yinlar o'ynayapmiz. Basseynlarda maza qilib cho'milyapmiz. Turli xil to'garakka boryapmiz. Ingliz tili, mohir qo'llar, rasm, kompyuter, raqs to'garaklari bo'lyapti. Har kuni 5 mahal taomlar qilib berishadi. Bugun oromgohimizda Butunjahon bolalarni mehnatga qarshi kurash kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Oromgohimizda juda o'zgacha kun. Turli xil konsertlar bo'ldi. Bu sanaga bag'ishlab she'rlar, raqslar, o'yinlar, qo'shiqlar aytib berdik.
Tadbir yakunida Butunjahon bolalar mehnatiga qarshi kurash kuniga bag'ishlangan rasmlar tanlovi, stol tennisi va shashka bo'yicha musobaqalar g'oliblari esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bu kabi bayramona tadbirlar respublikamizning boshqa hududlaridagi bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida ham o'tkazildi.